Azizlar, assalomu alaykum rahmatullohi barakatuh. Ta'ala yaxshimisizlar? Allohning nurlari va barakalari bo'lsin inshaalloh. Mana ahvol Fransiyada. Aytdim, bir joyga borsangiz bahor, bir joyga borsangiz qish. Bu Yevropaning tabiatlari shunday bir barakaliki, juda go'zal-da. Mana qarang. Mashalloh, tabarakalloh. Til ojizlar bilan tabiatlariga. Shuning uchun ham Fransiyani yaxshi ko'raman-da, azizlar. Mana bahor dedi bu tomonlarda. Mana yomg'ir shunaqa uryapti jonivor. Shunaqangi yomg'ir yog'yapti, endi qo'ya olasizlar shamol bilan. Ahvol mana yam-yashillik. Yanvar 21. Bu joyda qish bo'lmaydi azizlar. Fransiyaning mana shu joylarida umuman qish bo'lmaydi. Qish mana shunday o'tadi, yam-yashillik bilan. Plus 10, 9, ja tushib ketsa plus 6, 5 bo'lib qoladi, plusga tushadi. Atak 10, 15, 12, 13 shunaqa o'tadi. Buni go'zal yallaba deydilar. Yaxshi ko'raman-da, shuning uchun Fransiyani. Juda ham bir yaxshi ko'raman. Mana ahvol. Inshaalloh ketyapmiz hozir. Yukka olib 1400 kilometrga yo'l bosamiz, ya'ni Germanlar mamlakatiga, Germaniyaga ekan. Inshaalloh yo'limiz. Endi Fransiyani ichida ishlaymizmi desak, baribir biz aytganday bo'lmaydi-da. Ular yaramaslar kirgizadi, chiqazib yuboradi. Fransiyani ichida ishlash zo'rda. To'g'ri, unda o'g'irlik bor, ozgina bespirtalik bor, lekin juda ham tabiat, insonlarning madaniyati juda zo'r. O'sha o'g'irlik qilayotganlarning hammasi, o'g'irlarning hammasi u yoqdan bu yoqdan kelgan visir-visirlar. Bularning o'zlarining xalqi juda ham bir madaniyatli, zo'r xalq. Shu o'g'irlar u yoqdan bu yoqdan kelganlar. Ular ham bola chaqasini boqish kerak. Qochib kelgan. Shuning uchun dokumentlari yo'q, majbur o'g'irlik qiladi. Mana ahvol. Jonilar sog' umidlar uchun bo'lsin azizlar. Yaxshi manzaralar, chiroyli manzaralar bo'lsa albatta ilinib boramiz. Hozircha yomg'ir, lekin mana ko'kalamzorlik insonni kayfiyatini ko'taradi. Daraxtlar uyquda. Lekin mana shu daraxtlar uyquda bo'lganiga qaramay, pastdagi o'sha o'tlari ko'kalamzorlikda ko'm-ko'y bo'lib yashayapti. Jonilar sog' umidlar uchun bo'lsin azizlar. Barchaga yaxshi kayfiyat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.